Alisher Odilovda 22-raqam, Farruh Sayfiyev 34. O'yin boshlandi. O'ng tomonimizda to'p uchun talosh. Qoida buzilgani yo'q, lekin oyoqqa tepildi. Hakam ko'rdi. O'ziga yarasha fint amalga oshirildi. To'p chiqib ketmadi. Aziz Turg'unboyevdan uzatma, yomon emas pas. Tiki-taka, zarba va darvozabondan ajoyib qutqaruv. 0-1 ga qo'ng'iroq qildi hozir. Darhol qutqaruv ishi amalga oshirildi. Bir chiroyli gol ko'ramizmi deb hayratlanganimizda yo'q, gol bo'lmadi. Lekin sal qoldi. Ko'ramiz mayli. Pas va Andijon jamoasi Iskandarov baribir hudud o'ylab topdi va ochinayotgan futbolchi bor edi. G'iyosovga nimagadir pas bo'lmadi, ammo to'p. Farg'onaliklardan ajoyib imkoniyat. Darvozabon endi bu tomondan Adhamov. Eldor Adhamov. Bu tomonda endi ko'proq Ratinyoga ko'p narsa bog'liq. Xo'sh, to'p o'tadimi? Yo'q, o'tmadi. Mana bu joyda xato, penalti emasmi? Penalti emasmi? Buni endi bilmadim. Keyin ko'riladi. Tibbiy xodimni chaqiryapti? Ratinyo birdaniga to'xtab qoldi. Kurashda son qismida jarohat. Chiqib ketadigan bo'lsa, bilmadim endi. Hali hech narsa qilmadi-yu. Chalasam bormi? Uzatma. Va chiqarishdi. Zarba yo'llanmadi, balki boshiga zarba yo'llandi. Yarim soat ketdi do'stlar. Futbol TV'da albatta ushbu uchrashuvni tomosha qilyapsiz. O'tkazib yuborib bo'lmaydi. Neftchi raqibning qarshi hujumlaridan sal cho'chiyotgani ham sezilib turibdi. Xo'sh. Yomonmas, chiroyli aldab o'tildi. Turdimurodov. Teposi va to'p darvozaga kirib ketishga bir baqiya qoldi, burchak zarbasi. Tribunalar hayqirishni boshladi. Chiroyli hujum tashkil etildi. Shu yerda ham markazdagi bosim oqibatida Ikrom Aliboyev oldingi chiziqqa to'pni G'iyosov uzatib berdi va qo'sh zarba yo'llash mumkin. Ochib qo'yishyapti. Zarba hududiga bemalol olib chiqishgan edi. 0-0 birinchi bo'lim poyoniga yetdi. Bir maromiga yetkazib bajara olmadi. G'iyosovdan xato. Shu joyda zarba yo'llamoqchiman. Bu qoyil. Qo'rqmadi. Sayfiyev vaqtida yetib keldi. Voy. Sariq kartochkami yo qizilmi? Qizili. Juda g'alati tepdi va harakat qilish kerak edi. Shundoq to'pni olaman deb o'yladim, bilmadim Usmonaliyev. Va hakam ham vaziyat sodir bo'lgan joyning oldida edi. Endi bo'laveradi. Ya'ni futbolchining munosabati qiziq. Chiqib ketyapti hozir Akabir Xo'ja. Bir darvoza oldidagi o'yinni ko'rishimiz ham mumkin. Turg'unboyev raqibini dog'da qoldira olmadi. Natijada Neftchi futbolchilari kirib borishyapti va zarba yo'llanadi. Va do'stlar, hisob ochilmoqda. Qizil kartochka va 1 daqiqadan so'ng ajoyib reyd Odilov tomonidan kiritilgan gol butunlay
Farg'ona jamoasini uchrashuvda favoritga aylantiryapti. Lekin do'stlar, baribir ijrochini maqtab qo'yaylik. Alisher Odilov fenomenal harakat qildi. Neftchi oldinga chiqib oldi. Endi muxlislarning bu e'tirozini men qabul qila olmayman, chunki hech kim xalaqit bermayotgan epizodda bo'ldi va bir o'yinchi kam bo'lib qolgani uchun hozir Andijon gol o'tkazib yubordi desak noto'g'ri bo'ladi. Bu yerda Aziz Turg'unboyev epizodini yutqazdi, oxirigacha yakunlamadi, to'pni oldirdi, keyin katta hudud qoldirildi va oxir oqibat Alisher o'zining golini urib ketdi. G'iyosov ochilayotgan Sayfiyev bor. Aliboyev shu joyda tepadimi? Yo'ldoshev. Uzatma, to'pga birinchi bo'lib Farg'onalik futbol yetib keldi, zarba darvozabon joyida. Uncha muvaffaqiyatli chiqmadi. Tepada deb turganimizda yo'q dedi. Qarshi hujum, to'rga 3. Oldinga ochilayotgan Xoldarxonov ham bor. Andijonning hujumida shu joydan zarba yo'llash kerakmi? Darvozabon qaytarish kerak. Zo'r zarba yo'lladi, bo'lar ekan-ku. Neftchini natija qoniqtiryapti, to'g'ri tushunishimiz kerak. Hakamning nazdida qoidabuzarlik yo'q va bu hozir farg'onaliklarning qarshi hujumga o'tib ketishini ta'minlamoqda. Jumayevdan pas, to'p o'tib ketildi. Ajoyib harakatlar va natijada darvozabon to'pni saqlab qolishdi. Yo'ldoshevdan pas bo'ladimi? Trivelocha pas va to'p o'tdi. Peritsa ichkarida, shu joydan Sayfiyev tepadimi yoki yo'qmi? To'p to'g'riladi. Vau! Aylantirib Jumayev hozir darvozabonning ustidan tushirib qo'ymoqchi bo'ldi, lekin to'p ozgina yuqorilab ketdi. 0-1, 70-daqiqa. Bir daqiqadan so'ng gol bo'ldi. Darvozabon to'pga chiqishda vaziyat qahramoni bo'ldi. Chunki u yetib kelmaganda uzatma, to'p aylandi. Ozgina qoldi-yu. Hakamga e'tiroz bildirishyaptimi? 3ga to'g'rimi? Bu yerda ochilayotgan hech kim yo'q. So'rayotgan Eminov bor. Zarba darvozabon joyida. Eminov so'rayapti. Ashorta esa ko'rmadi. Ko'rsa berish kerak edi. Chunki bo'shamaydi hudud. Neftchi bir o'yinchi ko'p bo'lib yutayotganligi uchun ehtimol o'yinni tashlab yuborgandir. To'p aylantirib uzatildi. Yovovich bitta o'zi qochib ketadimi? Muhammad Karim Toirov uni pushda davom etyapti. 3ga 3, 3ga 3, 3ga 3. Iskandarov tushirib qo'yadimi? Iskandarov nima uchun zarba yo'llamadi bilmadim. Mana bo'ldi. Baribir pas berishni yaxshi ko'radi. Uzatma va oxir oqibat hisob 0-2 ga oshmoqda. Mana Jamshid nimaga tepmagan edi? Mana Jamshid nima uchun hujumni chap qanotdan davom ettirdi? Mana Jamshid nimani istagan edi? Bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etar darajaga olib chiqadigan vaziyatni izladi. Juda chiroyli tarzda kiritildi. Men bu yerda alohida Jamshid Iskandarovni e'tirof etgan bo'lardim. Ha, Peritsa gol urdi. 18-raqamda o'ynayotgan futbol darhol maydondan olinyapti. Gol urding, ishing bitdi. Qani maydonni bo'shat degan ma'noda 32-raqam ostida esa Zoran Marushich uning o'rniga tushirilmoqda. Golni urib ketyapti Peritsa. Va yangi olingan futbolchini ham oxirida Kovavni ham tushirmoqchi. Bo'ldi Vabank Andijon. 22-raqamda Alisher Odilov o'ynadi. Alisher Odilov o'rniga hozir yaqinda yangi futbolchi tariqasida tanishtirilgan qismat. Uzatma. Xalaqit berib yuborishdi bir-birlariga. Ola bildi. O'sha payti Neftchiga yordam berdi desak bo'ladi va bugungi uchrashuvda
Xo'sh. Yovevich juda yaxshi o'ynayapti. Iskandarov, nihoyat Iskandarov tepdi va gol! Ya lekin ofsayd ekan. Ibrohim Halil ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'yishi mumkin edi. Kirib ketadigan bo'lsa edi, hisobga olib yuborishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Hozir 2-0 ligi uchun raqibga ham og'ir botmasligi mumkin. Ya'ni farqi yo'qroq holat. To'pga tegingan bo'lsa, bu yerda gol ofsayd deb topildi. Bu safar yaxshi o'ynadimi? Yaxshi o'ynamabdi baribir. Yana noto'g'ri pas bergan bo'lib chiqyapti. Neftchi esa tinimsiz hujum tashkil etyapti. Koaoni nimadir qilishmoqchi ekan, shu legioner futbolchi. Voy, qanaqa gol uryapti bu bola. Shuni aytgandik hozir va u mixlab, sanchib va muxlislarga golni nishonlab hozir stadionni yondirib tashladi. 3-0. Chap oyog'i buni qo'rqinchli ekan. Ko'rdingizmi hozir Adhamov darvozasiga qanday to'p kiritganini? Hozir qaytadigan bo'lyapti. Endi men tasavvur qilyapman stadionning orqa qismida o'tirgan farg'onalik futbol ishqibozlarini. Vau, golni qarang, golni. Sehrli gol bo'ldi. 3-0 boya hisobga olinmagan. O'sha yiriklashtiruvchi gol demoqchi bo'lganimiz shundoq zo'r aldab o'tdi va chap oyog'ida yana Cheran o'zini taklif qildi. Bu safar to'ppa to'g'ri o'ynab tashladi. Va pas yomon emas, zarba yo'llab va shu ham gol emas. Bir Tole iqbol qochsa shunaqa qochadi. Hozir farg'onaliklarning qarshi hujum bo'lishi mumkin. Jumayev to'p bilan ketyapti. Ana u tomonda ochilayotgan futbolchi bor. Zoran Marushich. Pas 14-hudud. Jamshid Iskandarov tep va darvozabon faqat tomosha qilgan edi. Katta hududlar qolib ketyapti. Shuning uchun Neftchining har bir qarshi hujumi shu joydan zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz, lekin noaniq. Bo'ldi. O'sha oxirgi hujum ham oxiriga yetib bormadi va 0-3 farg'onaliklardan ajoyib g'alaba. Raqibning iltifotidan maksimal foydalanish, qarshi hujumlardan zo'r yurishlar Neftchi borgan sari chempionlik intrigasini yo'qqa chiqaryapti.